Agar tabiatni sevib, iqtisodiyotni chuqur o'rganib, o'z mehnatingiz orqali dunyo ilm-faniga hissa qo'shmoqchi bo'lsangiz, Buxoro davlat universiteti bioiqtisodiyot magistraturasi aynan siz uchun. 2 yillik ta'lim davomida siz aqlli qishloq xo'jaligi tizimlarini, bioenergiya va biomassa bozorlarini, sirkulyar iqtisodiyot, ya'ni chiqindisiz ishlab chiqarish modelini, xalqaro ekologik audit standartlarini, raqamli iqtisodiyot va ekotizim xizmatlarini o'rganishingiz mumkin. Dasturimizning alohida kuchli tomoni bu xorijiy yetakchi olimlar bilan bevosita ishlash imkoniyatidir. Bioiqtisodiyot sohasida dunyo miqyosida tan olingan Germaniya, Niderlandiya va Finlandiya olimlari bilan qo'shma darslar, vebinarlar va ilmiy loyihalar amalga oshiriladi. Bu shunchaki darslik sahifalarini o'qish emas, bu dunyo fani vakillari bilan yelkama-yelka ishlash imkoniyatidir. Magistraturani muvaffaqiyatli tugatganingizdan so'ng oldingizda keng yo'llar ochiladi. Davlat sektorida, qishloq xo'jaligi vazirligi yoki ekologiya agentligida, xususiy biznesda, agrokompaniyalar va biotexnologiya startaplarida, xalqaro tashkilotlarda, Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoki Jahon banki loyihalarida yoki ilm-fan yo'nalini tanlab, doktoranturada davom etishingiz mumkin. Bioiqtisodiyot mutaxassisi bugungi mehnat bozorida kamdan-kam uchraydigan va shu sababli yuqori talab ko'ruvchi kasb egasidir. Agar tabiatni sevib, iqtisodiyotni chuqur o'rganib, o'z mehnatingiz orqali dunyo ilm-faniga hissa qo'shmoqchi bo'lsangiz, Buxoro davlat universiteti bioiqtisodiyot magistraturasi aynan siz uchun.